Shogird, mashina kelayotganlarni yechib turgina. Alo. Onasi? Ballar maktabdan kelishdimi? Kelishgan bo'lsa, darslariga qarab, darslarni yaxshilab qildiring, xo'p? Bo'pti. Hop qizim, qalay bo'lyapti darslar? Yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Qani bitta tekshirib ko'raylik-chi. Xo'p. Maktab nima degan ekan? School. Ruchka, Pen, qalam, pencil, hop, mashina, car, avtobus. bus. Juda zo'r qizim. Yaxshi. Dada, shuncha ish turib bizni darsimiz bilan ham shug'ullanasiz. Qizim, siz yaxshi baholar olib, yaxshi o'qisangiz, mana shu men uchun eng katta baxt. Assalomu alaykum. Alo, Assalomu alaykum. assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz Assalom. yaxshimi? Opa, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ha, uydagilar yaxshimi? Tinchmisizlar? Rahmat, rahmat. Muhsinaxon, Vahobjon va Muhsinaxon dadalarimiz. Aha. Biz o'quv markazidan, ingliz tili o'quv markazidan telefon qilyapmiz siz bilan sizga. Muhsinaxon, mana shu yakuniy imtihonlardan faxrli birinchi o'rinda oldilar. Shuning uchun sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib telefon qilyapmiz. Rahmat, rahmat. Juda ham xursand Qiz bo'ldim. o'stirganlik uchun ming rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Farzandlarning orzu havasini ko'ringlar. Ilohim o'ylagan niyatlariga yetsinlar. Muhsinaxon ham katta qiz bo'lib, sizlarga rahmatlar, robiy deydigan qizlardan bo'lishsin. Sog' bo'linglar. Rahmat opa. Juda ham xursand bo'ldik. Rahmat. Ha, ustoz, nima bo'ldi? Birot o'tib qoptimi? Shogird, hech kim o'tgani yo'q, xudoga shukr. Faqat bu ko'z yoshlar, quvonch ko'z yoshlari bo'ldi. Farzandim orqasidan yaxshilik eshitdim. Bu juda ham katta baxt ekan inson uchun. Juda ham hozir boshqacha bo'lib, xursandchilikdan yig'ladim, shogird. Sizchi? Ha, siz farzandingiz haqida qanday qayg'uryapsiz?